Assalomu alaykum obunachilar. Bugun Yangi bozor tumanidaman. Supermarket orqasidagi Avtomirga keldim do'stlar. Bu yerda yangiliklar qilganini hozir qisqacha bir tanishtirib o'tamiz. Bir yangiliklar bor dedi. Ruslan aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rinish berasiz. Yaxshimisiz? Moy almashtirish. Ha. Bizlar Avtomirda yangilik etdik. Har bir avtolamashtirgan mashinalarga tekinga suv qo'yib olib berish. Ham avtomashinalarni diagnostika qilib berish. Mana hozir bizlar mashinamizda suv qo'yibni qo'yibmiz. Tekinga urib berib turibmiz. Bundan tashqari yana yangiliklar qildingizlar. Ichkariga kirsangiz yashili bor. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizlarning Avtomir moy almashtirish shoxobchamizda 3 marta avtol almashtirgan mijozimizga 4-chisida moy filtri hamda vozdux filtri bonus sifatida qo'yib beriladi. Har almashtirgan vaqtingizda suxoy tuman shunday so'p beriladi. Xizmat bo'lsa kelaverasizlar, biz shu yerdamiz. 14 yillik tajribaga ega ustalarimiz bor. Arenda do'konimiz bor ekan. Ko'rib turganingizdek, reshetka qo'yilgan do'konimiz ichki qismina kameradan o'rnatilgan 2 kanalli bu. Sharoitlarni ko'rib turibsizlar. Shu yerda arenda beraman deb turibdi. Tadbirkorlik qilaman degan insonlar bo'lsa, zo'r mestlarni ko'rib turganingizdek, Quruch ko'chada bu supermarket orqasida Avtomirning yonboshida joylashgan 2 metrlik podvalam bor. Ertaga bir ishlar qilaman desangiz, aynatdan kiradigan yeri bor sirtdan.